Ozoda Nursaidova nima uchun 15 yil zapretda bo'lgani sababini ma'lum qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ozoda Nursaidova 15 yil zapretda bo'lganini sababini ma'lum qildi. Xonanda Ozoda Nursaidova nima uchun 15 yil davomida zapretda bo'lgani, bu holat qanday qilib uyushtirilgani haqida gapirib berdi. Gastrol safariga borgandim, birinchi kun konsert berdim. Butun guruhimiz bilan borganmiz, lekin birinchi konsertning pulini berishmadi. Biz tashkilotchilarga pulimizni bermadingiz, Toshkentga ketamiz dedik. O'sha paytda tashkilotchilarning o'yiniga tushib qolganmiz. Birinchi konsertimiz Termizda, ikkinchisi Sho'rchida o'tishi kerak edi. Ular bizga Sho'rchiga borib ham konsert beringlar, o'sha kuni ikkita konsertning pulini beramiz deyishdi. Jamoam bilan ikkita konsertning pulini olarkanmiz deb Sho'rchiga bordim. Konsert soat 19:00 da bo'lishi kerak. Stadionda odam yig'ilgan, tayyorgarchilik ishlari ketyapti. Guruhimizdagi yigitlar ichkariga kirib ketishgan. Men stadion yonidagi kafeda o'tiribman, lekin belgilangan vaqt bo'ldi hamki oldimga biror odam kelmadi. Meni olib ketishmadi. Puldan na tashkilotchilardan darak bo'lgan hech kim yo'q. Xullas kimgadir Ozoda konsertga keldi, mana shu yerda katta janjal bo'ldi degan gap kerak bo'lgan. U yerda janjalga hech qanday sabab yo'q edi. O'sha kafeda o'tiribman, musiqachilarim ichkarida, chiptalar sotilgan, stadion to'la, meni olib ketishga birov kelmayapti. Lekin soat 19:30 atrofida stadionda janjal boshlanib ketyapti. Stadion yer bilan bir bo'lgan. Bu janjalni atayin uyushtirishgan. Toshkentga qaytayotgan vaqtimda zapretga tushganimni bilganman. Ozodani ushlanglar degan buyruqlar bo'lgan. Ozoda konsertga borib hunar ko'rsatibdi degan gap tarqalgan. Bu yerda mening aybim nima bo'lganini tushunmaganman, deydi ijodkor. Ozoda Nursaidova bu holat 2003-yilda sodir bo'lgani, barchasi atayin uyushtirilganini keyinchalik tushungani haqida aytib o'tgan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.